Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videoroligimizda sizlar bilan biz mana bu saytdan sarmoyasiz pul ishlab boramiz. Do'stlar, mana shu sayt havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol kirib olib sarmoyasiz mining tarzida pul ishlab borsak bo'ladi. Do'stlar, bu sayt havolasidan ro'yxatdan o'tib olasiz. Ro'yxatdan o'tib olganingizdan so'ng bizda mana bunday bo'lim ochiladi. Qarang, bu sayt bizda ro'yxatdan o'tganimiz uchun bizga $30 bonus beradi. Bu $30 bizga misol uchun har kunlik sarmoyasi tarzida, misol uchun mining tarzida kuniga 0.01 dan ko'payib boradi do'stlar. Do'stlar, saytga kirib birinchi navbatda kirib olgan paytimiz biz hozir buni tilni o'zbekcha qilib olishimiz kerak bo'ladi. O'zingizga mos tilda qo'yasiz. Mana buni ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, hozir do'stlar qarang, bu yerda turli xil tillar bor. O'zingiz xohlagan tilda misol uchun qo'yib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana men hozir o'zbek tiliga qo'yib oldim, chunki bu bizni ishlashimizga juda ham yaxshi bo'ladi. Do'stlar, qarang. Hozir bu saytning misol uchun qanday ishlashini sizlarga tushuntirib beraman. Saytda ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizlarga mana bu joyda $30 bonus beradi. Bu $30 kuniga 0.01% dan ko'payadi. Bu ko'paygan pullar mana bu bizning asosiy hisobimizga ko'payadi, asosiy hisobimizga tushadi. Bu asosiy hisobimizdagi pullar misol uchun qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana bu bizga misol uchun kunlik 5.2% dan ko'payadi. Sizlarga mencha tushuntirdim deb o'ylayman. Bizga mana bu investitsiya hisobimizga $30 bonus beradi. Bu $30 misol uchun mana 0.1 dan ko'payib, biz mana bu asosiy hisobimizga pul tushadi. Mana bu asosiy hisobimizdagi pul qancha ko'proq bo'ladigan bo'lsa, kuniga misol uchun 5.2% dan ko'payib keladi. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda misol uchun biz bonus olsak bo'ladi. Bu bonusni misol uchun ko'proq olish uchun mana bu ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'ladigan bo'lsangiz, $3 dan $6 misol uchun bonus beriladi. Undan tashqari do'stlar, mana shu saytda sarmoyasiz ko'proq pul ishlayman desangiz, do'stlaringiz ham taklif qilsangiz bo'ladi. Har bitta do'stingiz taklif qilganingiz uchun sizlarga $12 dan bonus beriladi ekan. Bu yerda mana nusxalash tugmasini bosib do'stlaringiz taklif qilsangiz bo'ladi. Do'stlar, keyin mana shu saytga misol uchun umumiy to'ldirilgan pullarning miqdori mana ko'rsatilgan. Pul yechilgan miqdorlari ham ko'rsatilgan. Hozirda misol uchun qancha foydalanuvchi bor, bular ham ko'rsatilgan. Qarang. Umumiy misol uchun shuncha pul kiritilibdi, chiqargan pullar shuncha. Hozirda mana 576 mingta odam misol uchun bu saytga ro'yxatdan o'tgan. Do'stlar, keyin yana bitta bo'lim bor. Misol uchun 20 ta do'stingiz taklif qiladigan bo'lsangiz $1000 qo'shimcha bonus beriladi. Menda hozir bu $1000 bonus olingan. Shu sababli hozir hisobimda ko'proq pul bor. Endi bu saytda misol uchun sizlar pul kiritaman desangiz ham bo'ladi. Agar pul kiritish xohishi bo'ladigan bo'lsa, albatta pul kiritish xohishi. Agar misol uchun $1 dan ko'p miqdorda pul kiritadigan bo'lsangiz, kuniga 7.4% dan misol uchun ko'payadi. Buning uchun mana to'ldirish degan tugmani bosib, agar xohlasangiz mana bu yerda mana Payer orqali, USD, TRC orqali, misol uchun kriptovalyuta orqali bemalol pul kirita olsangiz bo'ladi. Pul kiritish haqida bir qisqacha bir tushuntirib o'tdim deb o'ylayman. Endi do'stlar, hozir mana bu hisobimizdagi pullarni misol uchun chiqarish uchun mana bu bo'limga bosamiz va hozir pul yechishni ham ko'rsataman. Qarang, bu yerda mana pul yechib olish uchun hozir misol uchun biz hisobimizdagi pullarda hamda yechib olish miqdorini yozib, chekinmoq degan tugmani bosib pullarimizni chiqarib olsak bo'ladi. Do'stlar, bu saytda hozir minimalni pul yechishi $1. Shu sababli keyingi videolarda sizlarga pul chiqarishga ko'rsataman. Do'stlar, Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Hammaga omad.